Assalomu alaykum Feruza opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukur. Ha, ichyapman. Уже bitta quti bugun 1 hafta bo'ldi boshlaganimga, tugadi. Bugun ikkinchi qutini ichaman, Xudo xohlasa. Ancha yaxshi oyog'imda o'zgarishlar. Kecha qandaydir mana bu o'ng oyog'im sal bezovta qilib qoldi. Lekin o'tib ketdi. Avvalgidan ancha yaxshiman. Gavdamni yaxshi ko'tarishim, o'zim tutishim. Endi men ko'p operatsiya bo'lganimga ham hali u darajada emas, lekin o'tgan kungi mana shu mahsulotni olib ichganimgacha rosa qiynalib, og'riqlar kuchli edi. Engashib qolgan edim, o'zimni ko'tarishga qiynalar edim. Ikkala oyog'imda og'riq juda ham kuchli edi. Hozir yaxshi. Ikkalasida ham boyagi og'riqlar achishib, og'riqlar ancha kamaydi-da. Kechasi yaxshi uxlayapman. Aha, xo'p, 4 qoshiqdan ko'paytiraman endi, Xudo xohlasa. Xursandman, lekin men mana shu mahsulot olib ichayotganimdan ishonch bildirganimga afsuslanmadim. Bundan qisqa vaqt ichida ancha o'zimni yengil his qilyapman. Juda ko'p doktorlarga o'sha onlayn rentgen xulosalarini yuborib, nima qilganimda ular yo'q, juda ham qiyin holatingiz sizniki, yana operatsiya qilish kerak degan edi. Уже 1 hafta ichida men yaxshi natija ko'rganimdan rosa ham xursandman. Har Xudo xohlasa uzog'i yana 4 oy ichish niyatim bor. Batamoman shu narsadan qutulib ketishni istayman.